Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. C++ kursi bo'yicha darslarni davom ettiramiz. Bugun biz C++da funksiya va murojaatlar tushunchasi bilan tanishamiz. Demak, bugun biz darsimizda funksiyani aniqlash, funksiyani e'lon qilish, funksiya parametrlari va return operatorini ishlash prinsipi bilan tanishamiz. Odatda funksiyalar standart funksiya yoki dasturchi tomonidan yaratilgan funksiyalarga bo'linadi. Standart funksiyalar sifatida biz oldingi darsda matematik amallarni bajarishda qo'llagan funksiyalarimiz, masalan, sqrt funksiyalari bular standart funksiyaga kiradi. Dasturchi tomonidan yaratiladigan funksiyalarni bugun biz darsda ko'rib chiqamiz. Funksiyani aniqlash bu muayyan operatsiyalarni bajaradigan kod bloki hisoblanadi. Funksiya dasturning ma'lum kodlar ketma-ketligini ajratib ko'rsatib, uni nomlash imkonini beradi. Keyin dasturning turli qismlarida tayinlangan nom bilan qayta-qayta murojaat qilishimiz mumkin. Funksiya sintaksi quyidagi tartibda bo'ladi. Avval funksiya qaytaradigan natijaning tipi ko'rsatiladi. Undan keyin funksiya nomi, ya'ni bu identifikator va undan keyin parametrlar tipi va parametr nomi ko'rsatiladi. Va blok ichida asosiy funksiya tanasida bajariladigan vazifalar ketma-ketligi yoziladi. Masalan, int main ham asosiy funksiya hisoblanadi va u bajaradigan funksiyalardan keyin oxirida funksiya ishini yakunlash uchun return 0 berib, biz ishni tugallab qo'ygan bo'lamiz. Xuddi int mainga o'xshagan funksiyani C++da o'zimiz yaratishimiz kerak. Masalan, hello void tipida, ya'ni natija qaytarmaslik tipi hisoblanadi void tipi. Hello parametri yo'q va har safar hello funksiyasini chaqirganimizda u ekranga hello so'zini chop etib, kursorni yangi satrga joylashtirib qo'yadigan funksiya hisoblanadi. Bu funksiyani oddiy sintaksi, ya'ni ko'rinishi. Funksiyani bajarish uchun unga int mainda murojaat qilishimiz zarur. Ya'ni keyinchalik int mainda funksiyani chaqirib, funksiya nomini xatosiz yozib, qavs ichida argumentlarni berishimiz kerak bo'ladi. Keling, hello funksiyasini qanday chaqirib ishlatishni birgalikda ko'raylik. Demak, include eostream using namespace std so'zidan keyin hello funksiyasini yaratyapmiz. Void tipida hello parametrsiz, ya'ni hech qanday parametr qabul qilmaydi va har safar u ekranga hello so'zini chop etadi. Endi funksiyani ishlatish uchun int mainda asosiy blok ichida hello ni mana bu yerda chaqiryapmiz va return 0 orqali int mainni ishini yakunlayapmiz. Va natijada bizada ekranda 2 marta hello so'zi chiqadi. Funksiyalardan foydalanganda kompilyator uni chaqirishdan oldin funksiya haqida bilish kerakligini hisobga olish kerak. Shuning uchun funksiyani chaqirish u aniqlangandan keyin sodir bo'lishi kerak. Ya'ni siz avval funksiyani e'lon qilib, u bajaradigan vazifalarni aniqlab, keyin int mainda uni chaqirishingiz kerak bo'ladi. C++ dasturlash tilida funksiyaga murojaat qilishdan oldin uni e'lon qilgan bo'lishimiz muhim. Aks holda kompilyatorda xatolik ro'y beradi. Ya'ni bu yerda agar siz int mainda hello ni berib, keyin void hello funksiyasini yaratsangiz, bu xatolik beradi. Bu jarayonni teskarisiga amalga oshirishingiz kerak. Demak, bu kod bizga xato kod hisoblanadi, ya'ni xatolik beradi. Bu holda funksiyaga murojaatdan oldin qo'shimcha e'lon qilib qo'yamiz. Funksiyani e'lon qilish funksiya prototipi deyiladi. Ya'ni tip, funksiya nomi, parametrlar va asosiy bajaradigan modeli funksiya prototipida e'lon qilinadi. Include eostream void hello bu xato, int main keyin bularni berib, keyin void hello bu holatda berishimiz ham xato hisoblanadi. Funksiya parametrlarini qavs ichida tip parametr nomi ko'rinishida berishimiz shart. Masalan, exchange funksiyasining parametrlari create va sum va ularning tipi double tipida. Ular qaytaradigan qiymat void tipida. Yoki display degan funksiyamizni parametrlari ikkita. Birinchisi name parametri string tipida, age parametri esa int tipida. Ular qaytaradigan qiymat, ya'ni display funksiyasi qaytaradigan qiymat void tipida. Multiply funksiyamizni ikkita parametri bor. Birinchi parametri n int tipida, ikkinchi parametrimiz m ham int tipida, boshlang'ich qiymat 3 berilgan. Va ular qaytaradigan multiply qiymati, funksiya qiymati qaytaradigan qiymat void tipida.
Keling endi biz yangi bitta funksiya yarataylik. Include eostream using namespace. Demak, bu yerda e'tibor bersangiz agar void valyuta degan o'zgaruvchi funksiya yaratyapmiz. Ularni qabul qiladigan tipi double tipida. Ana endi biz void valyutaga kurs va sumni asosiy parametr sifatida uzatyapmiz. Double u qaytaradigan natija double tipida bo'lib, natija sumni, ya'ni summani kursga bo'lib, natija sifatida qaytaradi. Va bu jarayonda funksiya bizga mana bu qiymatlarni qaytarish vazifasini bajaradi. Xuddi shunday square va display funksiyalarini ko'rib chiqyapmiz. Bu funksiyalar aytilgan qiymatlarni qaytarish vazifasini bajaradi. Demak, square funksiyasi x double tipdagi x ni qiymat sifatida oladi va shu qiymatni o'ziga o'zi ko'paytirib qaytaradi. Ya'ni bu kvadrat funksiyasi. Display funksiyasi esa name dan keyin age ni yozib qiymat sifatida qaytaradi. Demak, u name 2 nuqta siz bergan nomni, ya'ni kiritilgan qiymat, undan keyin age 2 nuqta va age ni yozish vazifasini bajarar ekan. Parametr chaqirilganda aniq qiymat uzatilmasa, funksiya standart argumentlarni qiymat sifatida qabul qiladi. Masalan, multiply funksiyasi n va m ni qiymat sifatida parametr sifatida qabul qiladi va u bajaradigan vazifa result asosida amalga oshiriladi. Masalan, int result n ko'paytirilgan m holatida biza formula beryapmiz va keyinchalik ekranga n ko'paytirilgan m ni chiqarib beryapmiz. Agar biz multiply 4 u 5 bersak, agar n uchun 4 ni, m uchun 5 ni olib, mana bu funksiyada natija qaytaradi. Agar multiply 4 deb bo'lsak, u holatda m uchun 3 qiymatni standart qiymat sifatida qabul qiladi. Mana bu yerda qanday qilib multiply funksiyasini keyingi holatda kiritish ko'rinishini ko'ryapmiz. Return operatori funksiya ma'lum qiymatni uzatish uchun return operatoridan foydalanamiz. Return ikki xil formatga ega. Birinchisi void tipi, ikkinchisi ifoda, ya'ni qiymat qaytaruvchi tip formatiga ega. Birinchi holatni ko'rsak agar void tipida berilyapti. Bu qiymatsiz holatda natija qaytaradigan funksiya hisoblanadi. Mana bu holatga e'tibor bersangiz agar, endi bu yerda voidda natija qaytariladigan holat hisoblanadi.